Bilasizmi, so'nggi paytlarda yoshlar orasida qiziqish uyg'otish orqali turli taqiqlangan moddalarni tarqatish holatlari uchramoqda. Oddiy ko'ringan kapsula ortida qanday xavf yashiringanini bilasizmi? So'nggi paytlarda sud ekspertiza markaziga kelib tushayotgan noma'lum kapsulalar tarkibida asosan pregabalin moddasi aniqlanmoqda. Bu holatlar bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilib, jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday holatlar asosan 18 yoshga to'lmagan yoshlar orasida uchramoqda. Qonunchilikda nazorat kuchaytirilganligiga qaramasdan, bu kabi holatlar ro'y berayotgani esa barchamizni yanada hushyor bo'lishga undaydi. Shuning uchun har bir ota-ona va fuqarolar quyidagilarga alohida e'tibor qaratishi muhim. Farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang. Ular bilan doimiy va ishonchli muloqot o'rnating. Ularning do'stlari va kundalik muhitini kuzatib boring. Ayniqsa, noma'lum kapsula yoki dorilar kim tomonidan taklif etilmasin, ularni qabul qilmaslik va bu haqida albatta yaqinlarga yoki ishonchli kattalarga zudlik bilan xabar berishi kerak. Unutmang, kichik e'tiborsizlik katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ogohlik va nazorat farzandlarimizni asrashning eng muhim yo'lidir.